Kan besimini ölçep bakın. Tomurunun soqışqandaq. Әмісі ciddi qutquluş doğrusu işledim. Neyme? İşletken mi? Andaqda okul orum. Okul mu rupağa mı? Әмісі onun ömrünü dua qılayla biz 5 minutda yetip barımız. 5 minut? Bo'lmaydi, professor. Bu yo'l yuristiri uchun cheklim qo'yil qarayu. Biz qanday qilamiz? Bu odamning hayoti bilan munosib ish tursa. Professor efendi. Qandarak. O bulamay kelyapti. Sizga kelib qanchalik bo'ldi? 1 soat. U gapdan qag'ili qanchalik bo'ldi? 1 soat. Sistra! Nega tomosha ketdingiz? Professor, siz nima keldingiz? Biraz ağrıp qaptımı? Nima qarab tursiz? Men ayt yaxshi turmamdiman. O'zingizni besavlan Gustav efendi. Siz tinch yetishingiz kerak. Bo'ldi qiling, doktor. Men yashang'illar top musobaqasiga qatnashmoqchi edim. Professor, men o'lib ketganga o'xshayman. Advokat urug' tuqqanlarimga xabar qilyapsan. Gustav efendi. Mening dafn marosimimda motam musiqasi. Oralandim. O nahit samimi adam idi. Was ist das? Das habe ich auch schon gehört. Das kommt aus dem Badezimmer. Aus dem Badezimmer? Haben Sie nachgesehen? Die Tür war verschlossen. Was? Wer ist in meinem Badezimmer? Das ist ja unerhört. Raus da! Aber sofort! Hallöchen. Ach, Gustav, dein Bad ist ein Traum. Stundenlang könnte ich da herumplatschen. Wer sind Sie? Aber Gustav, Gustl, kleiner süßer Gustelbustel. Erinnerst du dich nicht? Ich bin's, Babsi. Babsi? Ja, es war doch wieder so schön. Du weißt schon. Ach ja, schön. Und wo hast du diesmal meine kleine Belohnung versteckt? Ja, am Kronenleuchter. Aber Gustl, so hoch oben. Du sollst dich doch nicht so überanstrengen. Du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. İzlengülük qilmasanchi. Tush tamoq vaqti bo'lib qolay dedi. Bu ayrıqlarni bir taraf qilib o'tib, anda tamoq yeyli. Oh, yaramas. Polkovnik, telefon. Axborot idorasidan kelibdimi? Yo'q, Germaniyda. Aka. Oh, yaramas. Men Otto bo'lman. Nima? Nim bo'ldi dedingiz? So'ngroq so'zlasingizchi. Turib turing.
Vay, öldü. Bovay ahı ölüptü de. Boludu, çok ümit var ben. Çafiner. Oh, yaramaz. Kağıştek gör, yandık sürat yanmakçı mısılar? Rodiger. Rodiger. Ah, Florentin. Rodiger. Saat 8'den çarek öteydep kaldı. Siz tehlikçe. Ben tehi... Rodiger. Deriz pertisini ötey. Rodiger. Siz mening ochchig'imni keltirib jinimni olmoqchimi? Kechiring, Florentin. Mana hazırlı tayyor bo'ladi. Siz qachon bir ishni vaqtida qila olgan? Yo'q, to'g'ri. Men Oh. to'g'ri, Florentin. Ata Bokmayer arxotini qadimirim edishni ko'rib beqishga taklif qilsak qandaq? Bo'ladi. Bu biz uchun xo'shallarlik ish bo'ldigan bo'ldi. To'g'ri aytdingiz, xonim. Biroq xalqning oldida yuzimni tushamoqchimi? Bo'ldi. Biroq chatoq bo'lgani shuki, Oh. Rodiger, siz yana ochchig'imni keltirib jinimni oldigan bo'ldingiz. men bek ehtiyot qilyapman, qadrlagan. Biroq endi xizmatga yolg'izoq bo'lmamdi. Sizda qandaqki bundoq o'y paydo bo'lib qoldi. Men sizni mirosga varislik qilsa ham ish o'zgardi deb ekanman. Undaq bo'lgan siz sirtqi ishlardan qo'l uzdigan bo'ldingiz. To'g'ri. To'g'ri. Nemishqa? O'chaqda kun bo'yi uy ishlarini qila olasiz, Rodiger. Albert Bolman efendi, bu planlarınızda müsabaka katlaştırılı bulamdı. Musobaqa. Chatoq yo'q. Bo'libmi, buni bir kashfiyat disi bo'ladi. Biroq odamga ozroq avarchilik ep keladi. Yo'q, avarchilik ep kelmaydi. Chunki men sonliq ma'lumotlarni allaqachon mayaga saqlab qo'ygan. Mana mayaga saqlab qo'ygan. Ondaqda resmi ishlab chiqarishni qachon boshlay olasizlar? İşlep çıkırış. Bu qatımqı musabaqada çataq çıkmışla, bu sonliq ma'lumotlar bir qancha yilgacha mushada turilishi mumkin. Xush. Benim Bo'ldilar Albert efendi, sizning kashfiyotingizda to'g'ri mukammal deb ketgili bo'lmadik. men buni tamamen tushunaman. Chunki men sonliq ma'lumotlarni allaqachon menga saqlab qo'ygan. Hisoblab bakmak bo'ladi. Albert efendi, sizga telegramma. Telegramma? Bu telegramma man kertimi? Yaxshi. O'libdi-da. Nimdiga ichinishliq. Endi nurg'un pulga erishgan bo'ldim. Go'stov tog'am o'lib ketdi, qarg'ana. Yo'q, Emilio, meni kechiring. Meni o'ltirmang, Emilio, meni kechiring. Bir qush qinimda kechim. O'ziga balchaqlarman bo'lsin, o'ylab qo'ying. Mening pulim yo'q. Sizning pullaringizni qanday to'layman, Emilio? Giovanni, biz aslida do'st edik. Sen men qo'g'dashaq to'lashni rad qilding. Endi hayot qolaman deb xiyol aylama, tushundingmi? Emilio, sizning germaniyalik tog'ingiz o'lib ketibdi. Nima?
Rastlı ölüp gitipti mi? Rastlı ölüpti. Dövüştü. Ah, Pərverdigar. Giovanni, nimi titreysen? Billi köngül açaylı. Toğra, əmmeyle billi tağamın ölgeligini təbrikleyli. Kanıdaki içiş olaydı. Sen bir iç alı Frido. Ne la? Kalva. Ara kış davatı mı? Titos Bolman efendi. Razı oldunuz mu? Altından yaxşı gep çıksın desiniz. Kulağım sizde. Poyuz tez tabakını obdarak teyarlanla. Bırak bu 2 yıldızlık restoran. Keçirim, derhal tüzü tey. Barın şondak edi. Kadirligim siz mene yazgan obzorlarımni obdarak kösünüz boğadı. Nemişka, bizden biraz evvellik ötüttü mü? Nurgun sevelik ötti. Şu mu iş boldu mu? Etken tamıkımız goya taştık. Aşkasan durup kalıdiken. Sizler yasagan tetik kulağını. Hamburg bol kısıkla işlesanlı boğadık. Pişirgan toğu köşünüz mu? Adını gildin ötmeydi. Oh, perverdigar. Ahırdık tamakçı. Bunu özünüz tetip bakın. Kilim, özünüz tetip bakın. Başındaki tabak etken restoranı mı? 2 yıldızlık restoran değil bolsun mu? Bu ne mi? Telefon efendi. Titos Bulman. Nime? Gustav Tağam o öldü mü? Hayatlık digen şondak buludu. Nime? Vesiyetname. Nait yaşımın çokum var hemen. Şampan arıga kelem. Şampan arıga kelem. Bizden 2 yıldızlık restoran diye beveskimizni rastıl ili ötemsiz. O aslında şun haber idi. Hem de hoş haber boldu. Ben bu restoranı setip almak ben. Pek yaxşı oldu. Bırak yana bir şun haber var. Siz işte boş kıldınız. Rahmet kadirligim. Tormaştıga bana şondak buludu. Ben guvachi ve miras başqurg'uchi bo'lish sifatida bu qayg'uliq vazifani ustimga elib ko'pchilikka o'lguchining jon uzish oldidagi vasiyatini yetkazmoqchiman. Afsuski varislik qilish huquqi ega bo'luvchilarning hammasi degidek tal bo'lib ketamidi. Shundoq bo'lsa-mu bu fursatdan foydalanib o'z xushalligimni izhor qilaman. Garchi bu bir qayg'uliq ish bo'lsa-mu, lekin oila a'zolarining bir yerga jam bo'lishi nima degan ta'sir? Boldular, avukat efendim. Tekellüf getirinizni koyup, maqsadni desanizchi, hammalarning qo'li sizda. Bo'ladi, topshiriqingizga tayyorman. Agar so'rindikilar qo'shilsa, mana hozirla o'qib o'taman. Albatta qo'shilamiz. Azmila qimmatsizroq o'qisangiz-chi. To'g'ri, endi vasiyatnomani o'qing, chunki ko'pchilik uni anglashga tashla. Hamisa, hammanglar diqqat qilinglar. Buni anglasanglar balkim tasodifiylik his qilib qolishinglar mumkin. Buningda nimalar deyilganligidan texi xabaringlar bo'lmasa kerak. Bu nima? Yollanma askar Otto. Hey! Hele işletmanglar. Bizge quruq amsak solaman dema. Qani. Gepingizni davomlashtiring. Amisa o'lguchining vasiyatnomasi elingan sinalg'u lentini qo'yib beray. Ben işkirağı çıkıp oldum mu? Yaxşı. Kadirlik tukkallarım. Sizler bir kançaga sözlemekçimen. Ben hazır intan hoşal. Bundakin sizlerine herkes göremeyim. Meine lieben Hinterbliebenen, ich möchte euch von ganzem Herzen sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich euch nun nicht mehr sehen muss. Pova, o bizni so'zlab o'tdi-ku. Yo'q, u o'ldi, tugashdi.
Korkmanglar, men ölüp buldum. Şundaqtan aytalayman ki, men ömrüm boyu yüzümni töküdügan iş qilmadim. Bolman bankisi hozir Germaniyada emlikçi en zor xususiy banka. Onun qandaq meydan kelganligini bilemsizlar. Men 10 yaşımda şagirt işçi bolgan, biroq bu gitim sizlarning quluqinglarga yoqmaydi. Oh yaramaz qari. Mana bu qayg'uli paytda sizlar bu qizning bexatarlik ishga olsa nim bor deb o'ylab qolishinglar mumkin. Onun shikodi pul bo'lib qolmay haraqni bor dehi. Bu gapni Gusto anlab qoladigan bo'lsa, agar u sening mushundaq to'xtamay aroq ichayotganligingni ko'rsa, chataqning cho'ng chiqadi. Menimcha hammalar odamni qayli qilalik shakllar orqali o'zinglarning hech bir boshqa chiqolmaydiganliklarini isbotladinglar. Masalan, Titosni olsak, u bir semiz cho'shqining o'zi. U hech nimaga pul to'lamay, bekorga yeydigan ishni o'ziga kasb qilib oldi. Janini asrashni bilmaydigan odam ba'zi tushgan qizimliq go'shtni yeyishni biladi. Albert, senin devir belgüç rekord yaratgan kashfiyoting soat neda? Men uni mushada saqlab qo'ygan. Bu misolliq ma'lumotlar mushada men O ko'ramaydi. O allaqachon o'ldi. Yo'q. Undoq desak bo'lmaydi. Bu nazariya jihatda bu. Florentin. Sen aslında beşin pelek taqashqidek ayol eding. Ahirga kelib bir kichik restoranning kuchkisi bo'lib qolding. Sen o'zingni daqqoltis chaqlayding, biroq chang to'zon simirga sotadigan tijoratchiga tegib o'ltirdi. Men ojrishiman. Miros tegsil darhol ojrishiman. Emilio. Ba. Bundan 25 yıl ilgili qandoq kun kechirganini esingdimi? Sen o chog'da hamisha kishilarni qaqsoq qilarding. Hozir nima ish qilyapsan? Hozirmi kishilarni qaqsoq qilyapman. Shundaqmi? Otto, sen yollarning qo'shini qatnashib Afrikada birinchi numaralı ashaddiy dushman bo'lib qolding. Sen federatsiya davlat mudofaa armiyasiga asirlik qilgan bo'lsangmi, seni u yerda xizmat ko'rsatib deyishga bo'ladi. Ta'ling barkan, o'lib tugashding. Oh yaramaz qari. Sizlar nima chaqirib keldim bilamsizlar? Men sizlarni marosimni o'lish jarayonida changizlarga sep qo'yib, o'zimni bearon qilishni xohlamayman. Men hammalar uchun birdek barobar, adil bo'lgan bir xil taqsimotni jakalamoqchiman. Hech qaysinglar birsini pulga erishamaysizlar. Sizlarning mol mulkimga varis qilish huquqlarini bekor qildim. Oh o'lgir it. Sana hargiz yaxshi oqibat yo'q. Bu nima uchun? Tinchlaninglar, oxir degani gap bor. Tinchlaninglar, gapimga quloq solinglar. Men mol mulkimning hammasini, ya'ni 30 million mark qimmatidagi mol mulkimni bir kambag'al jiyanimga otib etdim. Uning ismi Peter Dotel. O urug' tuqqanlarimning ichida menda pul tazamiga birdan bir odam. To'nimaydigan ablahni bir paydo bo'lib qoldi. Oxirgi qarashini qaranglar. Endi bu yelinglar chiqqandu. Bo'ldi bas. Endi chiqib qolmadi. Bo'ldi. Og'zini shum. Kenamni so'zligini bir ko'ray. Endi bo'lganda, Bunda qilsangizmi bekor, vasiyatnomaning yana yozma nusxasi bor. ko'zimizni yo'qolang advokat. Bu uydan qo'limizga chiqqanini aytmag'ayli. Aldirma birodar. Qani bu guvochi bizga elqi Peter Dodelning zodi kimligini bir aytib bersin-chi. Bu haqiqatan boshqa turda ish bo'lib qoldi. Uni hech yerdan topolmadim. Bo'lmasa umi kelgan bo'ladi. Aldirmanglar. Uning Dodelligini bir kashfiyot. Augusto tog'amning kashfiyoti. Lekin unda emas. Nima? Bu nima degani? O tog'amning ayolining dafn murosimiga kelgan. Bu 20 yilning oldidagi ish. O hamdam xiyol bir nimitdi. Parvardigor. Peter Dodel degan ablah nadi turdi? Berlindagi Detman ko'chasida. Esimda qilish shundaq. Gustoning hamma moli mulki shuningla bo'lamdi ekan, shundaqmi? Albert, sen aytib baqa. Agar u aramzad uyada bo'lmay qolsa,
O çoşq ölgən bolsa yaxşı bolatdı. Bu Məryəm ana, o mirasımızda şeyləngili bölüb bərgəysən. Tüz işimge ruhsat kıgaysıla. Hazır 4 adam kaldınla. Onun geliği birini tutup kaptı. Hemmanlağı məlum. Ölgüçi hiç nimigi var sıkılamaydı. Keçirin. Yana birden işleyme okundak. Boldu, işlemey. Hay! Yaxşı mısınız? Muş yegim soğutu koyğanda mı? Hey, yaxşı mısınız Freddy? Bir stikan piva, birinki akkarakla göçlü katlan bir. Kündekidek mi o? Bol dileyelim sen. Bırak. Kündekidek mi o? Hatırcan bulun yeni 3 haftadan keyin kolumu pul kırdı. Yaxşı hazır nakleştirip deyli. Bu nimdiginiz? Sana çendirip koy deyittir. Hem sana verilgin pivi yok. Neymişka? Akarak mı yok? Yok. Nim oldu? Yetiştiremeye otamsız. Bu çatak boptu Freddy. Sana porhulu moşundak muamele kıssam boltken doğdun efendi. Yak, onda kımla. Kenzirini törep olmak için kürülgücü bulma. Toxtatdı, o pısık. Vay can. Toğa, Nemi deysen? ayrıplanım dərək enişib qaldı. Əpəsiniz boptu ki. Andaq alı mən ya maymun bulmusan. Şot koyup amamsız. Onu əpəsən mağnin versən. Menin işlemem yok. Mən oxşaydıkən sən də. Yine bir stakan vereyim mi? Makul. Bana hazırla. Rəxmət sizgi Toğa. Arzumaydı o. Freddy, əmi bala qazanmışlıq bilən tüküdü. Bondaki bunu koyun nes bastı. Sen bana 300 mark herzar bop oldun. Bu terezi enekleri bilen koşup pırtalay pul bop kaldı. Pırtalay pul? 300 mark. Sanki yetiştirdik mühlet birinden. Şu ters pul bile bulamayacağım bolsam. Bu işin bilen nerede mucuvada köp pul tapalay mən. Ondan görü kalkımı başka. O yaxşı məsləhət oldu Freddy. Özəm mundaq könüglüm bilen tenim saq. Yaxşımsız Dexter. Yaxşımsız Doris. Əmdi bir rətlər dey. Bu bugün kəgini biyət dursun. Talon. Oh. Talon kötüge. Pultulaş buyruğu. 1, 2, 3, 4. Yaxşı. Bu nima? Frans Fratorus, adukat qo'shimcha guvachi. Qani ichib ko'rib boqaychu. Cho'qim yaxshi gap yo'q. Odam taklif qilish iloni. Ovoz yo'q-ku. Bo'ldilar. Qo'shnining telefonda so'zlashmaymi? Yaxshimisiz? Numarayı qancha ekan? 1, 4,
3, 2, evet. Ben Detir Dodel, sizin adam teklif kılış ilanınızını kördüm. Sizge akıllı, tetik, müstakil fikir kılalaydıgan ve işlan cahidi bir taraf kılalaydıgan yaşma satışı lazımken, bana ben en muvafık namzat. Nime? Bu hizmetke hazırlık kubul kılındınız dediniz mi? Kayad görüşümüz. O güzelin hacet hansıla, emiz hayır, hoş. Turup durun, siz ne kandak to'ymalayım ben? Aldırmam. Ben de pakay uçunuzda Frosty markalık ölçerlik şinkastün, Perkada markalık köynek, kolunuzda Rolex markalık kolsa aytıba, kar közenek takavagan yani Ali derece kaltayla iki kırımçamdan başındak mı? Nemişka acetxandı körüşümüz. Avtomobil toxtaş meydandadan, avtomobil toxtaş meydandadan. O ne turgandı? Yaxshimisiz? Mening ismim Mike. Yaxshimsiz, mening ismim Dieter. Keling Dieter. Bo'ladi. Qanela. Esingizda bo'lsinki, shirkatimizning qurilganiga ancha uzoq bo'lmadi. Avval buni setib bo'ling. Qolgan gaplarni keyin deyshamiz. Buni shunday bor. Muhabbat hikoyalari. Muhabbat? Uningda butunlay yalang'och ayollarning rasmi bor. Bu shayxona kitob emas-ku. Yo'q, bu degan madaniyat. G'arbning urf-odat taraqqiyot tarixi. Urf-odat taraqqiyot tarixi? Birisini 300 markdan sotasiz. Buningdan sizga 20%, ya'ni har birisidan 60 mark foyda qoladi. Agar hammani sota olsangiz 1200 mark pulga erishsiz. Mana bu sizga beriladigan zakot. Aldırma. Ben tamak chekmayman. Undaqda uguni bilan. Ma'qul. Har kuni kech soat 7da men bilan ko'rishsiz. Nerede görüşümüz? Hojatxonada bo'lmay qayerda bo'ladi? Bu gapcha sizlarning ishxonangda yo'q ekan-da. To'g'ri aytdingiz. Nemishqa? Biz butun dunyo miqyosida sayyor mal sotadigan shirkat. Amsa menga 300 mark berib, ishingizni qilsangiz bo'ladi. 300 mark? Nemishqa bergidikmi? Rani uchun menga bersiz. Men degan verin bo'lgan odamman. Bo'lmasa bu yerga keladimmi? Amsa soatingizni bering. Soatni? Bo'pti, amsa biroq yuturib o'tmoqchimi? Bu degan g'avvaslar soati. Bundaq soatni taqab nima qilasiz? G'avvaslik qilib qolsam lozim bo'ldi-da. Bundaqda yaningizda pasport bormi? Bor. Mana. Yaxshi, hamma ish bitdi. Bu qanday ish? Rani uchun bo'lmamdi. Bundaqda. Qaramayk. Bu yerda boshqa odam yo'q. Sizningcha bundaq kitobning haqi olammi? O'liqman. Bu degan odamni qiziqtirish jihatda birinchi o'rinda turadigan kitobdan. Odamni qiziqtiradigan deganingiz nimasi? Shunimi bilmamsiz? Odamni to'lib bezor qilmay ko'zimdan darhol yo'qolib. O qağışdek, g'arib madaniyat emishdi. Bu nima ish? Yaxshimisiz xonim? Siz muhabbat hikoyalarga qiziqamsiz? Bu yana chiqqan sopun parchaga o'xshamamdi. Yo'q, buningda yalang'och ayollarning rasmlari bor. Neymiş? Simit efendim, siz muhabbet hikayelerine qiziqamsiz? Yalang'och ayollarning rasmlari bor o'xshamaydi. Shundoq. Yaxshi, kiring. Kiring gidelim amma yoqqa. Kimga Simit? Hech yo'q, uni katkizib aytdim. O kimga?
Kimligini men uqanmadim. Qandaq siz uqamaysiz. Onu kendisi öğretim emasmi? Tez bana boyaq kelin. Bunun birisi 300 mark. Bazı istek adamını kızıktır cihette birinci orunda durduğun kitap. Rasma adamla kızıktırdıgan digen gibi bu. Onun gepini koyun. Aslınız bana amısınız gözünüzü yok olay. Adamla kızıktırdıgan kitapdan. Simir. Perverdiga, eğer ayalım bu şeytanın birlemesi görüp kalacak var süreçkine mi şu? O şeytanın bir nemsiydi danız mı bu diye garipnin medeniyeti. Canımısınız ki, garipnin medeniyeti mi işte? Derhal balkonu sıkıp gidiyor. Aldırma. Tezrak bunu. Bunu özü çıkamaz. Bunu da. Kandak soğudlaşımız. Siz kim? Ben bu cihazlarını tekşürgülük egentim. Holtek keşke yapsız o. Tezrak bana da ki bakantım. Ondaq tezrak ketin. Ketmeyinimi qarab tursiz. Tez ketin. Hey, kim ottu ki? Bunu birden koyu olay, rahmet. Hey, betiniz kını! Örp adet taraqqiyat tarixi emasdiki, madaniyatning bunchalar qiyin ekanligini o'ylab boqmabdi ekanman. Rahmat etdim. Arzimaydi. Doğrusu, tam qilmayapman. Bugun butun bir kun nasib turdi u. Ta'lim o'rniga kelib qolsa yaxshi bo'ladi. Mana keldi. Kaçırın. Kelinglar. Mana bu bir yurish uy. Bu uyning muhit sharoiti yomon emas. Bu oshxona. Mana bu tozliq uyi. Yana bu uyim bor. Aldırma. Bu yotoq uy. Ular nim qilib ketdi. Nima qilib keladi? Mush uy ko'chib kelmoqchi. Siz bo'lsangiz bu uyda ko'chib ketsin. Bu ishdan zarli xabarim yo'q ekan-ku. Mana bu Tamishka abi. Hammasi bu yerda. Men qanday qilaman? Qilayotgan gapingizni qarang. Hammasi 20 yillik uy ijarasini to'layalamsiz. To'layolmayman. Undaqda bu uyda boshqalar o'ltirdi. Sizning bu qilmishingiz qonun xilop. Men aloqador tarmoqlarga arz qilaman. To'g'ri hozirlab berishim kerak. Bu yerdan tezroq yo'qiling. Qani do'stlar, bu uy qanday ekan?
Nima, kinoga elvatqa oqishmamsizlar? To'g'ri, biroq bu kinoda sana roli yo'q. Shundaqni so'rab qo'ydim. Bu yerdan darhol yo'qol kalva. Biroq kinoga olganni bir ko'rib baqsam deyman. Amisi o'zi olin o'zanga haqqini kela. Neymiş qilaman? Axlat sanduqini ichib kir. Kirmisam bo'lmadi. Pulni kapshima. Shundaqni so'rab qo'ydim. Qachon chiqaman? Shu chog'da uqtirma kalva. Shundaqni so'rab qo'ydim. Bu kalva. Sizningcha bo'lamdiki? Qandaq, bu o'zlar yardimi? Mushkulmi? Ha, yo'q, munchisi bor texi. Muncha? Munchining issiq so'g'oq suvi bor. To'g'ri, pastligiga qarab. Qandaq? Uyning ijara haqqi 200 mark. Isinish haqqi buning sirtida. Undaq qanday bo'ladi? Uni o'zinglar bekitib olasizlar. Mening boshqa fikrim chiqmaydi. Bo'ldilar, bu o'tamaydi. Uzoq bo'yda o'tirmaymiz. Nima? Nayt yaxshi. Mening bu bo'yda turg'im yo'q edi, ammo uni yo'qligini turyapman. Ko'zimdan darhol yo'qolib, bu uyni studentlar yotiq qilibdimi? Şo'mi ish bo'ldimi? Bu meni o'lilish zo'rlaganlik emasmi? Bu neymiş? Yeter, ular kinoga kelyapti. Surat kelish apparat qani? Yo'shirib qo'ygan o'xshaydi. Mundaqda. Tushundim. Rudiger. Onunla yardımlaşmalısınız. Bunu özüm salay. Rudiger, meni yana hapqib qo'ydingizmi? U yo'qtirmamdi. Na ketgandi. Endi buni uyimga olib ketay. Nagbar sizlar? Arzon mehmonxonadan birsiga olib boring. Rudiger, oliy mehmonxonaga olib boring. Bo'ldi, xonim. Oliy mehmonxona deganingizga qarang. Bizga katta baybo'miz taq. Buningda ham qilmang, aql shundoq bo'ladi. Biz aslashmay qoldik-ku. Rudiger, 220 volt besimliq to'xtini hargiz chatoq chiqmaydi. 220 volt? Men bu ishni qilmayman. Nima, misha tushamsizlar? Oldingiz qarang. Sizga ko'p rahmat, xonim. Uni hayotdan qutqizib qoldingiz. Boş. Ben ötü olan ya. Bu yer neymiş o anda? To'xta, siz kim? Dodi. Saqchi boshliqsini saqlab qoldi. Men bilaman. Meni saqlab qoldi. Sizga qasam qilib beray, saqchi boshliq apadim. U kinoga kelyapmiz degandi. Dildirlama. Sizga rost gapni da'vataman. Hey Dieter, ajab vaqtida kelding. Sen bu ko'rgandan ular menga ishonmayapti. Saqchi boshliq apadim, chiqsam bo'lamdi. Yo'q, naq maydonni o'zgartirishga bo'lmaydi. Shunday so'rab qo'ydim. Siz Do'rla efendim olamsınız. Shunday. Ben Saqchi boshliq Bekir bu kishi yordamchim Lamginaga. Siz bilan ko'rishganligimda xursandman. Bu yerda odam o'tiribdi. Shunda axir shunga uyingizni ko'rib boqmoqchimiz. Chatoq yo'q, saqchi boshliq. Beni ko'r. Uyni ishini ko'rib boqamsiz. Ko'rib boqaylik.
Ular mana muşundoq muomala qilyapti. Aslida bunday qilishga yo'l qo'yilmaydi. Qonunda bu vaqtda aniq belgilanib emasmi? Qonunda nerede undaq belgilin ba? Odamning izzat hurmatini xohlagancha deb sindi qilishga bo'lmaydi-da. Qanaq degan? Sizning izzat hurmatingiz bilan masallish baqayli. Biz bu yerni ko'rib boqmoqchi. Bo'ladi, lekin askariklarimni qalamqon qilib etmangman. İş qolgan asardi. Sonum to'xtatib etdi. Modaqdan, qani aytma. Nemishqa odam o'ldirib boqib ketsiz. Odam o'ldirib, kim o'libdi? Sizga dedim-ku, ular bu yerda kino qilayotgandi. Bu gaplaringiz qandoq ishonigili bo'lsin. Tio rost aytdi. Uning bu yerda turayotganiga 20 yil bo'lib qoldi. Qani aytma, kallangizga kesak tegdimi yo'q? Yo'q, menga tegmadi. Tioning kallasi tekkan. Nega qarayapsiz? Qo'lingizni oqtirish qilamiz bormi? Yo'q, biroq sizning naq maydonda yo'qligingizga isbotingiz bormi? Hozircha yo'q, lekin topa olayman. Tushundim. Siz jinoyat o'tkazib bo'lib, oldin ola oqlug'uchi advokat taklif qilib qo'ygan. Shundaqmi? Lanigan Hagen, qo'raq ketni qo'yib amaliy ishni ko'proq qilaman. Bir narsa o'kinib olsangiz ajab emas. Turib turing, yana ochmang. Bu eski tuskilar nemish qo'yag yo'shirib qo'ydingiz. Yo'shirib qo'ydingiz. Gapingizni tushunamadim, soqchi boshlig'i. Lanigan Hagen, shiradiki va keraksiz qog'oz o'tadigan narsalarni hammani olib ketaylik. Turib turing, o'ldirmang. Bu nima qilinglar? Bu mening narslarim emas. Bularning hammasi burun mushuyda o'tlagan odamning narsalari. Hozir nada? Uni ko'mib qo'ydim. Rahmat, bo'ldi bas. Pasportingizni chiqaring. Pasport hozir yenimda yo'q. Uni ran uchun berib etgan. Lanigan Hagen, ko'zab keling. Doktor Franis Fratoris, advokat, qo'shimchi guvohchi. Lanigan Hagen, ko'zab keling. Dodil efendi. Nima bo'ldi? Siz kim? Fratoris, advokat, qo'shimchi guvohchi. Tushundim. Men axlat sandiqdagi odamlar rolini chiqqandim. Shundaqmi? Men Dodil efendini izlab kelib edim. Dodil, u turmada ko'rinishni chiqqandi. Hech tushunamadim. Siz o ssenariy asarini o'qimaganmi? Qaysi ssenariy asarini? Ochig'imni keltirmasangiz-ku, siz guvohchining rolini olib chiqmagansiz daqcha. Men dal guvohchi. Mundaqdan shundaqni so'rab qo'ydim. Xayr, xo'sh. Arkamda menga. Qisa qandaq. Jo'diger. 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 Hey, Alfredo. Seni saqlayotganimga bir qancha soat bo'ldi. Hisoblashib o'taylik. Emilio, men 24 soat bekafay dedim. O'lay dedim.
keyin uxlab olasan. Hozir tetir dudulni izlaymiz. Avval azroq bir nima yeb olay, ha? Hozirlaymisan bo'lmamdi. Bo'ptamsa. Babina. Rahmat. Bu nima qilganingiz? Sizlar baxt beraman, Babina. Babina. Hey. Nim bo'ldi? Bu tomoq pishmabdi. Xo'jayin, bu tomoq pishmabdi. Zotli kim kelmaydi. Mushundaq odamni bizga tuqqan bo'lib qopti texi. Buning haqiqatan ishonkim kelmaydi. Ne bo'ldi, Florent? Rodiger. Qarang Rodiger. Saat 9'dan çarak ötüp oldu. Siz tehici ezmağızda ezip oltursiz. Simni Tokmenbek'e ketip oldu. Rasma, simni Tokmenbek'e ketip oldunuz mu? Bu shuni bu yerga uxlab qo'ysamlar, uyuyganaman 220 volt to'xta, so'qilib o'ladi. Shundoq bo'lg'ay ilohim. Endi tezroq bo'ling. Mana hozir tugaydi. Rodiger, nega olaysiz? Mana bu yerga. Rodiger, kechiring. qachon biqib bo'lsiz? Bilamsiz, doktor putimni obdan asrashni aytqandi. Qilayotgan ishini qarang. Kechiring, sizni karvatga yotqizib qo'ying. Qandoq yotdiman? Nada yotdiman? Bu yerda yotsiz. O yerda. Mana bu yerda. Bo'ldi. Qilishgan Florentda. Rodiger, sizni Tokmenbek'e ketib bo'ldigan vaqt bo'lib qoldi. Tezroq bo'ling. Kechiring, hozir jassam texi bo'lmaydi. Siz qachon bir tezroq ish qila olgandingiz? Mana az qoldi. Zodi, qanchalik qoldi? Sal ta'xir qilib turing. Ta'xir qilib turing. Rodiger, hozir soat 9:20 minut o'tdi. Siz bo'lsangiz texichi misildab yursiz. Men nayda jiddiy ishlayapman. Rodiger, meni sil qilib o'ltirib yotadigan bo'ldingiz-chimi? Yo'q, unaqa emas. Rodiger, bu yerda nima ish qilsiz? Kesh Florentda buni tutib turing. Buni tutib turamdiman. Obdaroq aram elib eling. Aram elib eling. Aram olmishman texi. Rodiger, yan qanchalik saqlayman? Mana hozirla tugaydi. Hayotmi? Florent. Kechiring, sizni bir vaqt o'ldirib qo'ysam bo'lmaydi. Alfredo. Sizlarki. Xayr, xo'sh, Dodin. Kel Alfredo, o'qdan bir tabriklish olaylik. Nəhayət yaxşı. Baya həmmini gördüm. Bək qaltı çıxadınlar. Sen həmmini gördün mü? Əlbəttə, mən imzayınızı qoyub bəsiniz qandaq. Elbette boludu. Turup dur. Başla sen al Alfredo. O qağışda gör. Oq çıxamayan bir olamayım. O öldürkeyin o. Gör Alfredo. Hem de Detir Dodul'un ölümünü tebrikleydi. Alfredo. Oldu, Dodul efendim. Pasportunuzun işi sadıqandaq iş. Yani bir qıtımdan. Bırak ketiniz qısqıraq bolsun. Mundaq işti. Əslində mən görkanlıq və tirikçilik qılıb tapdım. Biləmsiz, azır qosuğun bək içib getdi. Sizlərin bir yerdə toxu göşü, qışmılıq göş, qomaş teknəslər var mı? Bir qançdan xuasan meyğızı bolsun boludu. Rastını eysam, bugün, bütün bir gün tamaq yemedi. Lamgin Hagen. Xuasan tapqılı bular mı? Bir yer xuasan nemi qılıdı? Boldu, din tamamlaştırın. Boludu, bay sözlet nə kəgəntin? Görkanlıq qılıb canbəqqa tatdın. Geptir negizinden.
Bo'ladi. Men aeroplan bilan yiqilib tushdim. Mexanning ayniklari chiqilib chul bo'lib ketdi. U bir kichik bolaning aeroplani edi. Biroq qonxo'r Freddi mendan 3000 mark to'latmoqchi bo'ldi. Men g'altayli kashni telib, u g'izalga berib Mike bilan tanishdim. U menga yalang'och ayollarning rasm besilgan kitobdan 20 ni chamdanimga sepadi. Men uni uyimga olib qo'ydim. Keyin bir portlash ovozini angladim-da, qarasam bir jasad yerda yotibdi. Tushundingizmi? Yo'q. Langenhagen, siz tushundingizmi? Yana bir qatimdan portlash soat necha yuz berdi? Urf-odat taraqqiyot tarixini u yoqqa qo'yayotgan chig'imda. Urf-odat taraqqiyot tarixi degan nima u? U bu kitobda 20 berdi. Men 40% ayirib bergan bo'ldi. 20 ni? Hozir nerede qo'yuqliq? Chamdanning ichida. Chamdan mening uyimda. Uyim Dangaman ko'chasida. Bo'ldi, quruq ketni ozroq qilsangiz-chi. Demak, uyingizda portlash yuz berdi-da. Buni hozirla tushunsiz. Bu ochqishlik yetkichi. Urf-odat taraqqiyot tarixi, Dangaman ko'chasi. Mana bu aqlga sig'adigan gap bo'ldi. Dangaman, ha, Langenhagen biz mangayli. To'g'ri. Urf-odat taraqqiyot tarixi. Bu yerdan tushaylik. Kechiring, mening ismim Fratoris. Soqchi boshlig'i Bekir apandi bilan ko'rishmak istadim. Fratoris? Bu ismni bir yer ko'rgan qilaman-ku. Ras, kezdib ko'rib ekanman. Bilamsiz, men degan aqlli odam. Mundaqda. Kechiring, men advokat bo'laman. Dodil apandining ish to'g'riliq kelib edim. Advokat apandim, Dodilning bir sent puli yo'q. Men model mushishuvlarga biroq to'g'ri aytdingiz. Biz Dodilga haqsiz aqlovchi advokat belgilab beramiz. Qani aytaman, Dodil apandim nada? Langenhagen! Kechiring, men bek aldirash. Qani marhamat. Ichki kiring. Siz bir g'ayrinormal ahvolni sezdingizmi? Yo'q. Ne bo'ldi? Alab turing, bu yer burungidan bekrak ma'lumotdan bo'lib ketibdi. Undaqda cho'qim uy egiz kelibdi. U meni uy ijarasini to'laymadan deb bu uydan qo'lab chiqarmoqchi bo'lgandi. Soqchi boshlig'i. Ovozingizni pastroq qilsangiz-chi. Qani ayting, u kitoblarni. Avval buni ichiting. Bo'ladi. Bo'ldi. Soqchi boshlig'i apandi, mana mushu birsi 300 mark. Ajoyib kitobkan bu. 300 mark. Soqchi boshlig'i, buni ne qo'yma. Nabika o'sha qo'ying. Birisi 300 mark soqchi boshlig'i. Birini sotib olamsiz. Zodi nega qo'yma? Aldirmang. Qo'ydigan joyini men ko'rsatib qo'yay. Uni hozircha yotoq uyimga qo'yib qo'ying. Men qilmadim. Men hech nima qilmadim. Naq maydon yo'qlig'ingizga isbotlam. Yana bu gap chiqdi-ku. Tushundim. O'zingiz qilgan ishimdan hech bir yutuq topamaydi deb qilibsiz-da. Siz ishni noyib boshqa turib qilolgan. Har bir inchki halqalargacha qaytib chiqib boqqan. Demak, siz hech yerda shamol kirmaydigan bir suiqasdni tayyorlagan. Biroq men so'ragan aqlli savolga javob beraman. Qani ayting. Dilo yuz bergan chog'da siz nima dedingiz? Langenhagen. O chog'da bizning peshimizda emasmi? To'g'ri. Rahmat. Shundoq bo'lsin, Dodil apandi. Aldirmang. Mubod ulayini kelib qolsa qanday qilaman? Dodil apandi, ulamush kitoblarni deb kelgan. Meningcha bo'ldi, bay dedim-ku. Ular mush kitoblarni deb kelgan. Bu kitoblar endi bizning qo'limizga o'tdi. Bo'ldi. Endi sizga hech ish bo'lmaydi. Xeyli kesh, yaxshi tush ko'ring. Shundoq bo'lsa yaxshi edi, biroq bundoq umidsizlanib ketmang, Dodil. At ishlar tamoman boshqacha bo'lib ketadi. Ata yana boshqa ish topadigan bo'ldim-da. Bo'ynimdagi 3000 mark qarzni qandoqmi to'layman?
ular qattiq tez qilibdi. Kirib birinchi qahva ichib chiqaychi, balki meni rad qilmas. Yana 421 markdan ikkisi qo'shildi. Yaxshimisiz Freddi? Diqqatim chachma. Yana nima deb kelding? Birinchi qahva basingiz bo'pti-ku. 3 mark deb keldingmi? Buning bas yana ustuma. Sen texman yaxshi chiqib bo'lmoqchimi? Birinchi qahva basingiz bo'pti-ku. Nima? Yuragim nimachi qopdir sening? Men- Sen o'zingni bir to'ntib qo'ymasan, pulumni da, 3 mark pulumni da, ağzınızga pul keni! Hey! Nima kayfimni ushirsa? Bu haramzada mende 3 mark qarz bor edi, bermay o'tirdi. O'zingizni besib oling. Endi yo'qshal o'ltag'an ekan hamma odam xushal o'tirishi kerak. Alfredo, ko'zingni ochsangchi. Sen texbayli bankga berib kelganding-ku. Yanada qancha pul bor? 3000 mark. Nayt yaxshi, pulni onunga berib at. Kimga? U o'zgür. Xo'jayinga bersan-da, onunga darhol izlangulik qilmasangchi. Babina, xuma ko'zlaringizga qarab ismni yo'qitib qo'yay deb qoldim. Bo'ldi. Bir rumka qahva beraymi? Yo'q, endi bir stakan piyo ber. Mana ola. Rahmat Freddi. Xo'sha. Ajab mutfaxonadan chiqdim. Sizga rahmat boshliq. Siz haqiqatan qiziq odam ekansiz. Siz bilan ko'rishganligimdan xushalman. Xayr, xo'sh. Hey! Onun chiroyi tanishtaklik qiladi. U kim? Uma, onun ismi Dieter. Nima? Dodil, Dieter Dodil. Dieter Dodil? Alfredo, u kimkan, bildingmi? Shundoq, bizni ujuqtirib etmoqchi bo'lgan odamdan shukan. U o'zgur. Sen tek uning 3000 mark pul berding. Sarang bo'lib qolganmiding? U kalva. Qani, ona için. Siz bu pick-upni remont qila olamsiz? Qila olmayman. Yaxshi, bu yerga ishga remont kasbiy nazorat o'rinlari odamga muhtoj bo'lib turadi. Yaxshi. Siz bunday pick-upni remont qilib boqqanmi? Bu pick-upni demsiz? Chatoq yo'q. Chatoq yo'q. Darhol ish tushib keting. Bu bir yaponiyalikning pick-up edi. U bugun kechda Tokio ketmoqchi ekan. Sizga buni chatqini aytib beray. Mayol to'silib qolgan torimizni remont qilib berasiz. Yo'q, bir ishkan-ku. Chatoq yo'q. Ish tushib keting. Chatoq yo'q. Men sal turib kelaman. Sizga xushallik tilayman. Dodil bu yerda ekan-ku. Acayip yaxshi bo'ldi. U tugashdi. Hey! Bu kalva, kalva. Hey! Alfredo, Alfredo.
Emeli yok, ben kirip kalkmagalı 38 saat bok kaldı, kapın mı? Bu kalva, bu yerden derhal gitişimiz gerek. Tezma, tezma! Perverdigar, bu neymiş? Ustam, ben eşinin bombudım. Bu da neymiş? Yaxshimisiz? Sizga mal alkanmiz, hemen tushuntirib qo'ysangiz bo'pti. Bu zada nima? Demayli qo'ying. Demayli qo'ying. Bu zada qanday ish? Bir yerga ishga efendim ketdiken, belki musobaqalashayotgan bo'lsa kerak. Pikap qanday qop o't ketdi? Yana qanchalik o'ltirman, elim o'ltog'ili 24 saat bo'lib qoldi. Sırır tepesyen 24 saat oltursiz. Biz hamaymiz. Şudak mı lan gınagen? Sizde tamaki var mı? To'g'ri, bir qop bor. Mana. Rahmet. Gepinizden muhimiyelerini yana bir katım tekrarla. So'zlab kelgandim. O pikap bir yaponiyalikniki ekan. Moy yo'li va tormozdan chatoq chiqibdi ekan. Ustam mening hurmat qilishimni aytdi. Mundaq markalik pikaplarni ayt yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa uning ismini aytayolmaydimmi? Qarang, uning ismini aytayolmadim. Bu kağışta kır pikapın gepintliğamasınız şu. Asır 3 adam ölüp oldu. Avtomobil remote meydanında yetişmezlik yüz verip remote kalıp olap ketilipti. Siz bolsanız nerede yoklan geplerini kıp oltursiz. Doğru bandar kılışınız tukun bere sebep bağu deymen. Bu yerda yeydigan narsa bormi? Bir qanchadan xosim meg'izi bo'lsin bo'ladi, soqchi boshliq apandim. Lankin hakin. Azra kuasımız tatlı bulamı. Dodil. Dilo paşqlandim yo'q. Qaysi dilo? Siz zodi kim? Shahar boshliq apandim. Gepimga quloq siling. Bularning qig'ini faqat qamlashmadi. Hatto o'tir asrida keyin yetmaydi. Xosim meg'izim yo'q. Yigidek hech narsa yo'q. Chaqmog'ingizni ishlatib olsam bo'lamdi. Ben Bekir. Yaxşımsız şehir başlık efendim. Elbette hayacalanma. Yo'q, hozir jabara ilgirlash bo'lmayotidi. Faqat 3 odam o'ldi. Bek yaxshi bo'pti dedingizmi? Men shunday o'ylagandim. O'g'lingiz bilan so'zlashamsiz. Lankin hagin efendim, dadangizning kepti. Sizga shuni deb qo'yayki, bunda qilsanglar bo'lmaydi. Agar advokat topolmasam, siz bizni taniysiz-ku. Men. Dada, shundoq. Men aytib obdan turyapman. Shundoq. Bu yerda nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Soqchi boshlig'ining qarishicha mendek ixtisos egalari kam uchraydi ekan. Shundoq. Rahmat. Onamga salom aytib qo'ying. Soqchi boshliq apandim. Mansam bo'lamdi. Elaki Yaponiyalik perdağısını yoşongan kişi bo'lmasa yana. Yaponiyalik? G'arbning madaniyat taraqqiyot tarixi degani ehtimol bu dino bilan qilchi munosabati bo'lishi mumkin. Texnik axborot jasusimi deya. Ondaqda bu diloni men ishlay. Sizning chechingiz sizning chechingiz qurg'oq tipli kremdi yoki mayliq tipqami? Har ikkisi kirdi, u o'zgarib turdi. Pivo dishib ko'rib boqammi? Pivo? Men sizga pivo keltiraymi? Ma'qul. Amsa unmarik bir. Texnik axborot jasusi. Bu ish nemishqa balduroq yodim kemigandi. O Yaponiyali. Bu qanday ish? Sad nemish bo'ldi? Dodlaqani. Pivo kirgili pastga tushib ketdi. Pivo kirgili? Shundaqmi bekarsalar qilgan bormi? Siz ishni boshdingiz. Ishni boshdingiz? Bu ishni dadamga qanday tushundirman? Buni rost to'g'ri aytdingiz. Ondaqda biroz japotatsiz. Dodlapandan topolsizlar bu ishni bo'ldi qilibman. Bo'ldi. Biroq bu hech chechim bilan qandaqmi ko'chaga chiqa olayman?
Yani kepsiz go, nemişti? Menden sonra siz, Dodil'ni nemiş kaylı katıllık değil olsa çetip koysa. Adukat efendim, nayeti obdan sordunuz. Bununla cevap vermek uncu ola, asan düşmeydi. Ben derhal Dodil'le görüşüp gerek. Bu 30 milyon marka berip çetildiğin iş. Bununla kim kızgıdı? Dodil efendim bulmandı. Ben onunla xat mı yazgan? O bu işini silerge etmedi mi? Xat? Bu yaxşı gap oldu. O qanda xatdi? Odatdagidek xat. Konvert qisilmagan. Ustiga xat topshiruvchi va xat avatkichining ismi yozilgan. Bu emasdi. Dal shu. Bu xatni Nemishq soqchi boshqaga ko'rsatmadingiz. Nemishq unga ko'rsatgandekman. Kasb ahli bo'lmagan kishilar hamisha bek oddiy chog'laydi. Biz bo'lsak mantiqiy jihatdan tahlil yurgizamiz. Qani ayting. Dodil qayada? Piva kirgili pastga tushib ketdi. Tezroq mansingizlar kayda yetalaysiz. Fratoris. Bu nima qildi odamda? Yaxshimisiz, Bogi xonim? Ağzıma titredi keşke tamaklayı aldığı buldum. Endi xotirjam o'tirib bir ichib olaychi. To'g'ri, mana o'sha shu, shunaqa. Bu nima ovozdi? Men bek charchab ketgan o'xshayman. Yaxshi, saqimshaq qo'yaylik. Diqqat. Qo'zlar efendi, xayrli kech. Ela sirli qotillik ilos to'g'ri so'zlab bersangiz qandaq? Nima? Siz naq maydonda bor ekansiz-ku. Nima? Qayerda? Sizdan buning biri aq ko'rinish bordekmi? Men nadim bilay. Saqchilar nima deydi? Bilmayman. Qo'rqyapsiz. Nimadan qo'rqib ekanman? Siz o'ylanganmi? Men bunda qotillik terrorlari ham yuz berami? Men sizning jinsiy turmushingiz qanday? Nima? O'smirlik chog'laringiz baxtli o'tganmi? Oldirmay turinglar. Men darhol advokatim bilan ko'rishay. Meni mang'ul qo'yinglar. Yo'lni bo'shtanglar. Surat kelishni boshlanglar. Hozir bir qotillik naqmaydonni ziyorat qilyapmiz. Mana bu qotillik naqmaydoni. Bu yerda odamni cho'chitadigan nurg'a voqealar sodir bo'ldi. Bu bichora erkak bu ishlarni o'zimi bilmay chetilib qolgan. U haqiqatan gunohsizmi? Albatta. Dodil efendi, siz hamiya qonga bo'yalgan mushunda qo'rqinchli manzilni ko'rganda qanday hissiyatda bo'ldingiz? Oldirmang. Sizlar birinchi yurish programmimi yoki ikkinchi yurish programmimi? Xususiy egilik televiziya stansiyasi. Mundaqdan, u chaqda mundaq bo'lgan. Men uning o'tirib turatdim. Tuyg'usiz, qo'rqinchli bir xil ovoz anglandi. Qo'rqinimdan butun a'zoyimni titreklashib ketdi. Hatto dinimni ololmay qoldim. Bu ovoz shkafning ichidan chiqqandi. Unda men qo'rqinchli ovozni angladim. Ana shkafni anglandi. Apparatni darhol to'g'rilang. Fakat bu neymiş? Bu neymiş? O kaçıptı. Kağışta gör, endi bu haberini veremeyken olduk. Yaxshimsizlar do'stlar. Ariqchotga o'xshamabsizlar. Maylan, obdan turdinglarmi? Alfred, qara. Bu kim Tony aldimi? To'g'ri, dal shu. Biz o'ldirmoqchi bo'lgan odam dal shu. Amisa keyin ko'rishaylik, U yana qochdi. Men bo'lanmadim. Men uslubimga 62 soat oldu. O kalva. Yani qo'ymadaysan o. O'lsiz o'g'laylik. Tez. Tez.
Bana hazırla koyup birimiz. Aldırma. Bunun qarab dur. Bizning planer mana bu yerda. Nishon bo'lsa mana bu yerda. Planer birdan keyin mushaga yetib bordi. Qanday qilishim kerak? Siz nima qilmoqchi? Barada o'tingiz bormi? Yo'q. Turib turing. O aşağıda. Makis, men qiladigan yana qanday ish bor? Yana shu ishni qilamdaman. Sizni ko'rib qo'ydim dodi. Unutib qoldingizmi? To'g'ri aytdingiz. Ta'limni bir sinab ko'raychi. Hey, yaxshimisan Dodil? Yaxshimisiz? Siz ishkanligingizni o'ylab boqmabmanman. Shundoq. Bu nima ish? Bo'ldi qil, tez qo'g'laylik. Dodil! Yaxshi, endi planimni qo'yib beramiz. Xotirjam bo'l. U cho'qim nishonga yetib boralaydi. Av Yakuba. Xata bo'pti, xata. Allah yelishi xata bo'pti. Ama Alfredo! Bu ölgür kalva! Tuz kovla! Tez! Alfredo! Bu yakka. Bu yakka. O kalva. Ekel. Sen ayaklama. Kalva. Yaramaz. Alfredo!
Alfredo. Bechara Alfredo. Nim boldun? O'rnidan tez tur. Men tashlab ketsang bo'lmaydi. Biz g'alaba qilaylik deb qoldik. Mushundaqli ketib qolsak qandoq bo'ladi? Bunday keyingi yaxshi kunlarni o'ylab qo'ygan. Sen men bo'lmasam bo'lmaydi. Menga sen bo'lmasam bo'lmaydi. Ikkimiz ayrilib ketsak bo'lmaydi. Ha? Alfredo. Emilio, senden ötünüp kolay. Beni aramıda ufukunu koygun. Alfredo. Yaxshi. Endi Alfa 2 numaralı planı koyup beriliş aldı turdu. Qara, hazır hem tayyorlik bitti. Bu neymiş? Toxta! Doğru bomba değil. Sizningcha o aynak parchalari tegib o'lganmidi? Yo'q, menimcha u o'q tegib o'lgan bo'lishi mumkin. Ben ötü olay. Kaçırım.
Siz qaltiqtiraylıqkansiz Amerika. Hayır, hoş. Cesettin yana bir qo'shildi. Hali ishlab bo'lib o'tildi. Bozor qanday ishdi o? Dodil. Nima? Dodil! Dodil? Dodil! To'xta! Dodil! O nima o'ltamidi? Dodil! Agar u o'ltamagan bo'lsa, qotil zodi kimdi? Uning maqsadi nima? Saqchi boshlig'i, bu ishni men ko'p o'ylandim. Nima? Ijobiy salbiy jihatga faktlarga asosan men bunda qarashga keldim. Bu ish jazmani eli xat bilan munosabatlik. Qaysi xat u? Mana shu xat. Doktor Fratoris advokat qo'shimchi guvochi. Dudul efendi, sizga Fratoris advokat qo'shimchi guvochi sizga deydigan bir xush xabar bor. Xush xabar? Men guvochi va miros boshqaruvchi bo'lib sifatida ichinish burchimni ado qilib sizga o'lguchining jon uzish oldidagi vasiyatini yetkazmoqchiman. Afsuski, boshqa mirosxo'rlar bu yerga kelolmaydigan bo'ldi. Faqat siz Dodul efendili qoldingiz. Men o'ldirib ketmayman, Fratoris efendim. Bu zot neymiş? Undaq bo'lsa, o'zingiz ko'rib beqing. Men mal mülkümün hemmisini, yani 30 milyon mark kıymetli mal mülkümünü bir kemikal ciğerimge atıp ettim. Onun ismi Dieter Dudel. Nima? Undaqda men kimman o? O tuqqanlarım işide mende qazab bakmagan bir kişi. To'g'ri, uning adresini so'rab bakmagandim. Yaxshi, sizni chin qalbimdan tabriklayman. Bu gapni siz bu mirosga varislik qilmoqchimi? 30 milyon mark albatta. Undaqda bu yerga qo'l qo'ying. Bo'ladi. 30 milyon mark. Qayaga? Bu yerga. Yaxshi. Buningim qo'l qo'ying. Ma'qul. Rahmat. Bu nima qilganingiz? Men barliq izlarni surtib o'tishim kerak, Dodul efendim. Qanday qizni? Birov jasadni bayqagan chog'da iz izlaydi. Jasad? Qanday jasad u? Buni tafsili o'qib beqing. Men Dieter Dodel barliq urug' tuqqanlarimni o'ltirdim, ba'zilariga o'zim qo'l soldim, ba'zilariga odam yolladim. Tog'am Gostorning barliq mol-mulkini o'zim yolg'iz yutilish uchun bir qancha odamning jinoz zomin bo'lib, oxirida o'zimni qattiq beorom bo'ldim. Shunga bu dunyo bilan qo'shish qaroriga keldim. Do'stona salom yo'llab, Dieter Dodel. Saram bo'lib qolmagansiz. Mushuna qilmasam o bo'la. Bo'ldimi? O qo'shimchi nusxasi, asl nusxasi mana bu yerda. Nima? Endi talog'i chiqib sagdab kiraylik. Beshingiz qaymaydigan Dodul efendim.
Aldığınız qarab mı? Nemişki bunda qilasiz? Nayt oddiy. Agar mirosxo'rlarning hammasi o'lib ketsa, pul butunlay o'zimga qoladi. Bilamsan, men degan miros boshqarg'uchi, endi o tushungansan. Tushundim. Chiqar. Chiqar. Tezroq chiq. Tez. Chiqar. Ömürlep çıkmazsa. Ben hazırla 30 milyon marka ega katta bay boluman. Bu yerda sakla. Sakla. Birader, öksük çiş. Tez bul. Endi qo'ni o'tishgan. Yo'q. Yo'q. Unda qilma. Ketanidigan bo'lma. Ben çiziyanmadı. Doğdu. Sizin ıhranamınız kolunuzga düştü. Derhal ters düşün. Onu tutup aldı, katilmiş uçak. Bilmem. Ben mi bilmem? Beni tutkuzuğla. Beni tutuğunla. Sakçı başına hakik ahvanı etme. Tam sen yok. Makul. Esidim onda kıştı. Kısqırak sözle. Ben berdashlik veremeyvadım ben. Tuğdul günahsız. Aldıda uruk tukalları onu öldürmekçi boğadı. Kim ben onu öldürmekçi boğaladınız mı? Yine bak. Onu ben uydurup çıkan. Anladınız mı sakçı başlık? Elbette. Oldu. Ciddi anladım. Sakçı başlık toxtab turun. Sizlarni agmamoqchi. Pensiyaga chiqaman. Undaqdi menchu. Siz hozir meni yo'ldirib oldingiz. Yurakliroq bo'ling, Dodel. To'g'ri aytdingiz.